Ijodiy imtihonga bir hafta qoldi. Mana shu xatolarni aslo qilmang. Oxirgisi eng muhimi. Birinchisi, yangi mavzuni boshlamang. Hozir yangi bilim olish vaqti emas, eng to'g'ri yo'l o'rganganlaringizni takrorlash va mustahkamlash. Ikkinchisi, eng aktuali kech payt uxlamasdan rasm chizish. Uyqusizlik diqqatni pasaytiradi, ijodiy fikrlashni susaytiradi va imtihonda xatolarni ko'paytiradi. Uchinchisi, o'zingizni ortiqcha majburlash. 8-10 soat uzluksiz chizish o'rniga 40-60 daqiqa mashq qiling va 10 daqiqa dam oling. Sifat har doim vaqtni ko'pligidan ustun turadi. To'rtinchisi, o'zingizni boshqalar bilan solishtirmang. Sizning eng katta raqobatchingiz bu kechagi o'zingiz. Har kuni ozgina bo'lsa ham o'sishga harakat qiling. Beshinchisi, ijodiy imtihonga kerakli barcha narsalaringizni oldindan tayyorlab qo'ying, даже ortiqchasi bilan. Albatta kerak bo'ladi. Oltinchisi, vahimaga berilmang. Asabiylashish hatto yaxshi tayyorgarlikni namoyon qilishga ham xalaqit beradi. Xotirjam bo'ling va o'zingizga ishoning. Esda tuting, oxirgi bir hafta yangi mavzularni o'rganish emas, balki mavjud bo'lgan bilimlarni mustahkamlash va o'z ustingizda rivojlanish. Bu videoni dizaynerlik ijodiy imtihoniga tayyorlanib yurgan do'stingizga yuborib qo'ying. Yana shunaqa foydali ma'lumotlar uchun obuna bo'ling va profilimni kuzatishni unutmang.